Ham yüzünüzü tiniq qiladi, teshikchalarni tozalaydi qizlar. Shu qalampir munchoq o'zbekchasi. Soldik, guruchimizni, guruch oqartiradi. Yarim soat turishi kerak birga. Bu qora nuqtalar qarang. Bu qora nuqtalarni yo'q qiladi. Ichiga bir 4-5 ta solsangiz bo'ldi, yetadi. Bu rosa kuchli narsa. Qaynonam faqat shunday qilib o'ziga sprey tayyorlab, xolodilnikka solib qo'yadi yoz kunlari. Suvi solasiz, qaynatilgan, sovutilgan suv bo'lishi kerak. Kechqurun yuzga sepib, Kechqurun yuzga seping, teshikchalarni ochadi, nuqtalarni tozalaydi, ichini, hammani yuzini anaqa qora nuqtalar bo'larkan, burundan oldida ayniqsa o'shalarni tozalaydi. Endi yarim soat kutamiz. Bo'ldi qizlar, yarim soat bo'ldi. Qarang, rangi ozgina o'zgardi. Guruchni o'zidan suvini chiqardi. Keyin tursa ham to'xtashadi. Turish kerak-da. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rdingizmi? Yuzingizga seping, bo'yinlaringizga seping. Ana shunaqa spray shishasi bor, hamma joyda sotadi. Artib tashlamang, o'zidan o'zi qurib, yaltillaydi. Qarang, ko'rdingizmi? Foydalari juda ham ko'p. Guruch bilan qalampir munchoq foydasi juda ham ko'p. Bu foydali bilgini hammaga yuborib qo'yishni unutmang. Rosa yoqdi o'zimga. Har kuni kechqurun seping. Har doim